Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar. Men Ma'lumotchilik banki boshliq Badazov Rahmatullayman. Sizlarga mana 2026 yil sanasida uchrashuv belgilangan. Bunda qanaqa yechim bo'lmayotgan muammo takliflar bo'lsa, bemalol gapirishlar mumkin. Men O'g'irotda Mahmuda Rizboyevna kasbiga, ya'ni onam nomiga 50 million kredit ajratishingizni so'rayman. Hisob raqamingizda pul aylanmalari mavjud bo'ladigan bo'lsa, inspektorlar ko'rib chiqadi. Shu 312 xil asosida 20% dan ajratib beramiz. Men Xudoyqullovlarga oilam nomiga kredit ajratishni so'rab qolaman. O'zimiz band qilishga. Hokim yordamchisidan o'zingiz band qildirib imtiyoz ketga shuni aytyapsizmi? Ha, bu hokim yordamchisiga bizga arz tashlatasiz, imtiyoz ketga. Hokimlarning davlatini yo'naltirganimizda 3 kunda chiqarib beramiz. Men shu oyog'imda imtiyozli Qaysi mahalla? Bu bizga bitilgan mahalla, hokim yordamchisidan davlatni yo'naltirasiz, siz bilan 3 kunda chiqarib beramiz. Muammo masala yo'q. Bizga ham shu imtiyoz kredit yordamida 10 millionlik. Siz bu akalar singari hokim yordamchisidan davlatni yo'naltirasiz, siz bilan 3 kunda ko'rib chiqib 3 kundan imtiyoz chiqarib beramiz. O'zlari.